Assalomu alaykum hammaga. Fayzli oshxona kanaliga xush kelibsiz. Bu safar men sizlarga mega shokoladli, kam xarj, oson va har doim 100% o'xshab chiqadigan mazali pirogni pishirishni ko'rsatib beraman. Fayzli oshxona. Birinchi bo'lib idishga quruq mahsulotlarimizni aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun 350 gram oldindan elib olingan unga 10 gram razrıxlitel, 5 osh qoshiq kakaoni elakdan o'tkazib olamiz va 1 choy qoshiq vanilin solib, hammasini yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Alohida boshqa idishga 2 ta tuxumni chaqib, uni ustidan 200 gram shakar qo'shamiz va mikserda yaxshilab oppoq massa bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Endi 200 ml sut, 100 ml o'simlik yog'i solib, yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib turgan joyimizda 200 ml qaynoq suv qo'shib yoramiz. Keyin quruq mahsulotlarimizni ozginadan solib mikser qilib olamiz. Endi yarim choy qoshiq iste'mol sodasi va 1 choy qoshiq olmali uksus qo'shib yana aralashtirib yoramiz. Xamir ko'rganinglardek suyuqroq bo'lishi kerak. Chuqurroq listga pergament qog'oz solib, tayyor bo'lgan xamirimizni qo'yib, tekislab joylashtirib olamiz. Pirog qizib turgan duxovkani 180 darajasida 15-20 minut pishiriladi. Uni pishgan-pishmaganligini gugurt cho'pi bilan aniqlab olamiz. Cho'p quruq bo'lsa, demak pirog tayyor. Endi uni sovugani olib qo'yib, krem tayyorlashni boshlaymiz. 200 gram yumshoq xona haroratidagi sariyog' va 250 gram sgushonniy molokoni idishga solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Va mana kremam tayyor. Endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Sovigan korjni teng 2 ga bo'lib olamiz. Unga kremni yarmidan ko'prog'ini surib chiqamiz. Korjni ikkinchi bo'lagini orqa tarafini ustiga qilib qo'yib, yana qolgan kremni surib tekislab olamiz. Endi tortimizni bezatish uchun 100 gram shokoladni qirg'ichni yirik tarafidan o'tkazib olamiz yoki shokoladni suv bug'ida eritib ustidan quyib yuborishingiz ham mumkin. Tortni qanaqa bezatish o'zingizlarning xohish va fantaziyalarga bog'liq. Tortni tayyor bo'lishi bilan kesib dasturxonga bemalol tortishingiz mumkin. Mana juda ham yumshoq va tayyorlanishi oson tortimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. YouTube Fayzli oshxona kanaliga obuna bo'linglar, like qo'yinglar va do'stlaringiz bilan bu videoni bo'lishishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.